dunyodagi eng xavfli jang san'atidan biri, ya'ni qo'rqoqsiz janglarda ishtirok etadigan o'zbekistonlik jangchi borligini bilarmidingiz? Qarshi oling, Shahobiddin Egamov. Uning bazasi boks sport turi bo'lib, professional boksda 3 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Qo'rqoqsiz janglarda esa 4 ta jangdorlarning barchasi nokaut yozgan. Egamovning so'nggi jangi aql bovar qilmas tarzda bo'lgan va u bir necha bor nokdaun holatiga tushib, ushbu qiyin vaziyatdan chiqib ketib, raqibini nokautga uchratib, comeback qayd etgan. Marhamat, jangni tomosha qiling. Uçku samanım, bor bo'lsam chamanimda, o'lsam kafanim. Rangu berdilik menga taqdiri azal.